hamma kursida pulga sotayotgan retseptni men sizga tekinga ko'rsataman. Birinchi 1 kilogramm oliy navli unga, 400 gram margarinni, 6 ta tuxum sarig'ini, 400 gram smetanani, 2 choy qoshiq razixli dilli va 2 choy qoshiq vanilinni solib, xamirimizni tayyor qilib tindirishga olib qo'yamiz. 6 ta tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, ustidan 2 piyola shakar, choy qoshiqni uchida limon kislotasi va 1 chindim tuz solib, aralashtirib, 1 kosa maydalangan yong'oq va yarim kosa maydalangan magizni solib, yaxshilab yana bir marta aralashtiramiz. Tingan xamirlarimizni xuddi somsadek yoyib, ichiga 1 osh qoshiq nachinkasidan solib, videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Kalka qog'ozini ustiga yog' surib, shirinliklarimizni taxlab, qizib turgan pechkaga yarim soatga 150 gradusga jo'natamiz. Qarabsizki, mana natijasi. Ustini malako bilan bezatib, mazza qilib yeymiz. Siz ham barcha mahsulotlarni Korzinka Go ilovasidan buyurtma qilib tayyorlab, duolaringizda eslab o'ting. Ha, aytgancha Korzinka Go endi Toshkent, Andijon, Farg'ona, Buxoro va Olmaliqda bor.